Aziz yurtdoshlar, mana ko'ribsizlar, Moskva shahridamiz. Qonuniy ofitsialniy avtobuslarimiz metro Kotelniki, avtovokzal Kotelnikidan dushanba, seshanba, payshanba, juma kuni amalga oshiriladi. 60 kilo yuk положено, bez dokument, aka-ukalarimiz xotirjam. Yoninglarga 2-3 ming rubldan olasizlar, voditelga berasizlar, yo'lda voditelь o'zi yordam berib ketadi. Tanlovda adashmasliklari uchun ishonchli kassa raqamlarini eslatib o'tamiz. 8966 270 55 55 raqamlari bilan bog'lanib, WhatsAppdan pasportinglarni tashlab, Moskva uzoq, bilasizlar, probka. Pasportinglarni tashlab qo'yib, отправка paytiga kelib, biletinglarni olib, to'lovinglar kelgandan keyin bo'ladi. Tanlovda adashmasdan mana xuddi shunday ofitsialniy reyslar 2,5 kunda granitsada ham o'chirga turmasdan Primoy Toshkent avtovokzaliga kirib boruvchi reysiviy avtobus hisoblanadi. Biz sizlarga tavsiya qilamiz aziz yurtdoshlar, tanlovda adashmanglar. Mana kanalimizda Primoy efirlarimiz 24 soat yonib, kuzatishinglar mumkin. O'zbekistondan ham reyslar amalga oshirilyapti. Ishonchli O'zbekiston raqamlarimiz 93 258 80 80 raqamlari bilan bog'lanib kelib, xuddi shunday ofitsialniy avtobuslarda jo'nab borishinglarni biz sizlarga tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.